Xo'sh, Mehriddin, ana gapirchi, nima urishding? Ko'chada bolalar bilan gaplashib qoldim. Shunga urishding. Bizda qonun qoida qanaqa? Ko'chada urish mumkin emas. Ha, xo'p. Nima urishding unda? Gaplashib qoldim. Gap talashsang urishaverasan. Yaqinroq kechimni ko'zing ko'rsat. O, mana fingalni olgan. Ikkita variant bor, yo shpagatingni ochaman, o'tgan safar ochuvdim lekin. Yoki kalta yeysan. Kalta yegan. Chida oliysanmi axir? Ha, yotchi. Yot. Tayyormisan? Yo'q, yo'q. Pastroq ko'raman, xotirman. Yana 8 ta qoldi bu. Tezlash. Hozir maydalab tashlayman. 3 ta bo'ldimi? 4 ta bo'ldi. Ha, qalay ekan? Yana urishasanmi? Yot unda. Nechta bo'ldi? 5 ta. Ha, davay, yana 5 tani qabul qildi. Davay, tezlash bu. 4 taga. Nechta qoldi? 2 ta. Ha, davay. Bu. Yot. Bitta qoldimi? Yaxki. Nima deyish kerak? Xo'p, yana? Boshqa yoqda olmaydi. Yana urishasan? Keyingisida urib o'tirmayman. Palka bilan deyapman. Keyingi safar men mushti uraman, basharang qiyshaytiraman-da, keyin zaldan qaydavraman. Kelishdingmi? Boshqa qaytarilmasin. Tushundingmi? Hayda bitta.